Bugun sizlarga qaynona oyijonim bilan ularni bitada o'xshab chiqadigan qovurma chuchvara retseptlarini bo'lishaman. Ro'za-yu Ramazon oylarida saharlik va iftorlik dasturxonlariga albatta oila a'zolaringiz uchun tayyorlab bering. Chuchvarani nachinkasi uchun qozonga yog', ko'pgina piyoz, qiyma, tuz va zira qo'shib qovurib dimlab qo'yamiz. Xamiri uchun alohida tovada qo'y dumbasini eritib olamiz. Xavotir olmang, hech qanaqa hidam maza ham kelmaydi. Juda ham mazali xamir bo'ladi. Tog'ora ichiga un, tuxum, tuzli suv va qo'y yog'ini aralashtirib xamir qilib olamiz. Mahsulotlarni qancha ketishini videoning tagida qoldiraman. Shunaqa uch zuvala xamir chiqadi. Xamirlarimiz tinmaguncha katta qozonga 2 litr yog' solib qizdirishga qo'yib qo'yamiz. Orada xamirlarimiz tinvoldi. Birin-ketin yoyib, qiymalarni solib to'kib tashladik. Qovurma chuchvarani biza qarindoshimizning to'ylarini tog'oralariga tayyorladik. Shuning uchun xamir 3 zuvala qilingan. O'z oila a'zolaringiz uchun 1 zuvaladan qilsangiz ham 1 tog'oracha chuchvara tayyor bo'ladi. Asosiysi bu retsept bilan qilsanglar bitada o'xshab chiqadi, kumur bo'lib, og'izga yoqadigan juda ham mazali bo'ladi. Albatta har bitta yaxshi narsani orqasida mehnat yotadi. Buni ham pishirish oson emas qizlar. Tog'oraga qilmoqchi bo'lsanglar, albatta yoningizda yordamchilar bo'lsin. Aytgancha videoda ishlatgan qozon, tavalarim, kapkir naborlarim, pichoq naborlarim hammasi Ko'kmaridan. Sifatli mahsulotni yaxshi ko'rganlar uchun oyijon bilan birgalikda bir pasta chuchvaralarimiz, shu go'zalligimiz tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman.